Sut bezi saratoni bu kasallik xavfli ekanligi bilan o'ta ayanchlidir. Eng qo'rqinchlisi, onkologik kasalliklar orasida u birinchi o'rinni egallagan. Sut bezi saratoni haqida gap borganda, ko'plab ayollar bunga beparvo qaraydilar. Bu menga taalluqli emas deb o'ylaydilar. Afsuski, adashadilar. Bu kasallik yildan-yilga yosharib bormoqda. Sog'ligingizga beparvo bo'lmang. Vaqtida tibbiy ko'riklardan o'ting. Bir yilda 2 marotaba tekshiruvdan o'tish majburiyatingizga aylansin. Unutmang, erta bosqichda qo'yilgan tashxis kasallikni chekinishga majbur etadi. Sog'ligingiz o'z qo'lingizda. Men ona bo'lganimda o'zimni juda ham baxtiyor his qilgandim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Farzand dunyoga kelar ekan, bu tuyg'uni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Sizga g'amxo'rlik qilish mening burchim. Jonim bolam, men seni juda intizorlik bilan kutgan edim. Seni juda ham yaxshi ko'raman bolam. Oyijon, 15-oktyabr Butunjahon ko'krak bezi saratoniga qarshi kurashish kuni. Aynan shu kunni tibbiy tekshiruv kuni deb belgilab olamiz. Menga va'da bering, har yil 15-oktyabr kuni tibbiy tekshiruvga boramiz, Onajonim, demak bu kun salomatlik kuni ekanda. Mamologga borib, albatta uning ko'rigidan o'tamiz. Siz menga keraksiz, onajonim. Kelishdik bolam, sen aytgandek bo'la qolsin. Borsak, boraveramizda. Demak, salomatlik kuni. Ha, kelishdik.